Toshsuyagini chap tomonida katta kista hosil bo'lgan o'sma. Mana shu o'smani olish jarayonida bo'lyapti. Mana shu kista mana. Katta kista. Eng xavfli joyga joylashgan. Toshsuyagini boshchasini tepasida opora bo'ladigan joyda yupqa devori qolgan xolos. Katta kista. Shuni hozir ochib Toshkentdan domla chaqirganmiz. Jabor bergan u olimga respublika ixtisoslashtirilgan travmatologiya ortopediya ilmiy amaliy instituti xoddi ilmiy xodimi bugungi jarayonga yordam beryaptilar. Hozir shu o'smani aniqlash jarayoni, shunga borish jarayoni hozir o'ylaymiz, xudo xohlasa yaxshi bo'ladi. Operatsiya jarayoni tomosha qilinyapti. Operatsiyadan keyin shu olingan bo'shalgan joyga Turkiyadan olib kelingan suyak o'rnini bosuvchi to'qimadan tayyorlangan implantlar qo'yilish jarayoni o'tkaziladi.